Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Bugungi uchrashuvimiz bugungi kunda banklarga prezidentimiz tomonidan tadbirkorlarning ishlarini qiynayotgan masalalarni hal qilib berib, ularda bo'sh ish o'rinlarini yaratish belgilab berilgan. Bular uchun bizlar o'zimizdagi kreditlarni sizlarga taklif qilib, shu kredit olgan namunamizda bo'sh ish o'rinlari yaratish belgilab qo'yilgan. Bugungi kunda biz bankimiz tomonidan yuridik tashkilotlarga 312-qaror bo'yicha 100 million miqdorida zalogsiz 300 milliongacha garov ta'minoti orqali 22% dan, agar ayol kishi bo'lsa 20% dan 2% kam miqdorda kreditlar ajratilmoqda. Bundan tashqari mahalla loyihasi biznesga ko'mak kreditlar ajratib kelinmoqda. Bunda biznesga ko'mak loyihasi 17 milliongacha o'zini o'zi band qilgan fuqarolarga sug'urta yoki uchinchi shaxs kafillik asosida ajratilmoqda. Buning foizi ham ayol kishi bo'lsa 2% past miqdorda, ya'ni 25% erkak kishilarga, ayol kishilarga bo'lsa 23% dan. Mahalla loyihasi 50 milliongacha 5 yil muddatga 24 oy imtiyozli davr asosida mahalladagi mahalla bankirining tavsiyanomasi asosida ajratib kelinmoqda.